6-1. Bu shunchaki hisobmi yoki O'zbekiston yoshlar futbolidagi yangi davr boshlanishimi? FIFA U17 jahon chempionatida shiddatli bahslar davom etmoqda. Mana, bugun U17 terma jamoamiz Panamaga qarshi maydonga tushdi. Dohada muxlislarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan yigitlar maydonda bor kuchini berdi. Natija-chi? Tomosha qiling. 6-1 hisobida ishonchli g'alaba. Birinchi bo'limdan so'ng ikkinchi bo'limda gollar yomg'irdek yog'di. Abubakir Shukurulloyev hisobni ochdi. Sadriddin Hasanov esa farqni oshirdi. Keyin Sayfiddin, Jamshidbek, Asilbek va Abdusamad ham o'z nomlarini tabloga yozdirib qo'ydi. Panama faqatgina bir tasalli golini kiritdi xolos. Jamoamiz guruh bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, play-offga yo'l oldi. Bu shunchaki g'alaba emas, bu jamoaviy birdamlik va intizom natijasi. Murabbiyimiz Islombek Ismoilov yigitlarni tabriklab, ularning salohiyatiga ishonch bildirdi. Har bir o'yin tajriba va o'sish imkoniyati, dedi murabbiyimiz. Sizningcha, yigitlarimiz play-offda qanday o'yin ko'rsatadi? O'z fikrlaringizni izohlarda kutaman. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.